Dilbar opa, qarzdorlik va kreditlarimdan qanday qilib qutulsam bo'ladi? Yaqindagina Instagram sahifamiz va Telegram sahifamizda aynan shu bo'yicha so'rovnomalar o'tkazdik. So'rovnomalarni asosiy tematikasi farzand tarbiyasi bilan munosabat, oilaviy munosabat, uchinchisi esa pul va qarzdorligida eng ko'p talab va istaklar nega qarzdorman, qarzdorlikdan qanday qutulsam bo'ladi, buni qutulishni iloji bormi degan savollar eng ko'p statistikani egalladi va shuning uchun ham iyul oyida mana 3 xil yo'nalishda pul, kreditlar, qarzdorlik bo'yicha marafon bepul darsliklarimizda e'lon qildik Telegram kanalimizda. Bilasizmi nima? Aynan mana shu pul va qarzdorlik bo'yicha juda qimmatbaho kurslarni tugallaganman, o'qiganman, ammo hayotdagi tajribalarim menga asosiy turtki bo'ldi. Shu qarzdorlik va pul bilan munosabatlarni to'g'ri o'rnatganda pul aylanma harakat ekanligini, pul energiya ekanligini, pul ayolni energiyasiga kelishligini tushunib yetdim. Mana shu hozir jumlaga e'tibor qarating. Pul sizni hozirgi holatingiz, sizni ichki hozirgi holatingiz qanaqa? Ana shu holatga keladigan energiya ekan. Xo'sh, bularni birma-bir sanab bermoqchiman. Pul avvalambor siz oilada ota-onangizni ko'zi orqali olamni ko'rgandek, tanigandek, siz pul bilan munosabatlarni o'rnatishni ham avvalambor oilangizda shakllantirgansiz. Deylik, ota-onamiz avval ularni tafakkuri, ularni fikr yuritishlari mana Ikkinchi jahon urushidan keyin ocharchilik davrlari bo'lgan. O'sha vaqtda qora kunga pul yig'ib qo'yish, zaxirada pul turishi kerak. Olgan oyligingni hammasini sarflama, bir qismini yig'ib qo'ygin, tursin degan tushunchalarda bo'lgan. Bugungi kunda esa pul aylanma harakat, pul jonli energiya, pul taqsimotlarni to'g'ri qo'ying degan juda ham ko'plab mutaxassislarning fikri bilan to'qnashganmiz. Aynan o'zim ham bundan 5 yil oldin oylikdan oylikka yashar edim va stolim ustida o'sha oy davomida olgan narsalarimni ro'yxati turar edi va oylik olishim bilan tortmamni ochib avvalambor qarzlarimdan qutulardim va uyga 1 million pul olib kelar edim. Demak, men ham qarzdor bo'lganman. Buni asl sababi men o'zimga bo'lgan jamiki ehtiyojlarimni hammasini shunday ko'rib turgan bo'lsam ham yopib, ularni nimaga ishlatganman? Kimgadir yaxshi ko'rinish uchun, kimnidir oldida tan olinishim uchun, nimadir qilishim uchun sarflagan ekanman. Pul aynan sizni ichki holatingizdagi vaziyatlaringizga keladi va pullar bilan munosabatlarni to'g'ri o'rnatish kerak. Masalan, sizni koshelogingizda 50 so'mlik, ya'ni 500 so'mlik tanga, 1000 so'mlik tangalar bo'lsa, ularga e'tiborsiz qilib fikr bildirmang. Yoki bo'lmasam siz oshxonaga borib ovqatlanganingizda, bironta bir magazinlardan nimalarnidir xarid qilayotganligingizda cheklaringizni albatta oling. Bilasizmi, pulni tarozisi bor. Hamma narsani tarozisi bor. Masalan, olgan har bitta mahsulotlarimiz tarozisi bo'layotgan bo'lsa, sizni pullaringiz tarozisi sizga bergan savdoda qilgan, oshxonada ovqatlanganingiz yoki qayergadir borib nimanidir to'lovini qilganingiz, apteka, dorixona, ulardan kelgan cheklarini hech qachon g'ijimlab otib yubormang yoki bo'lmasa cheklaringizni tashlab ketmang. U sizni pullaringiz, aynan pullaringizni nimasi? Og'irligi. Agar siz shu cheklarni yig'ib, siz qancha sarf xarajat qilayotganligingizni tahlil qilib bormas ekansiz, hech qachon boyib ketmaysiz. Va yana bir eng asosiy bitta boyishni siri, sizga kirib kelgan pulda albatta yana sizni oila a'zolaringizni, sizni yaqinlaringizni ham haqqi bo'lishi mumkin. Va ikkinchisi, agar siz turmushga chiqqan bo'lib, oilada er-xotin bo'layotgan bo'lsangiz, erkak va ayol o'rtasidagi munosabatlar balansga kelmaguncha oilada baraka bo'lmaydi. Shuning uchun ham shu aprosniklarda pul mavzusini tanlagan ko'plab o'quvchilarimizga ularga aytganman, siz ortingizda yashab o'tgan
munosabatlarni barqarorlikka keltirmaguningizcha siz hech qachon pul va barakaga ochilmaysiz. Birinchisi, o'z turmush o'rtog'ingizni sizga yaxshilik qilsa qilmasa, sizni tinglasa tinglamasa, shartsiz sevgida duo qilishga o'tishingiz. Ikkinchisi esa ota onangizni roziligini olish. Mana shu ikkita rozilikni ushlay bilgan va uni qalbdan ocha bilgan ayollarda doimo omad, muvaffaqiyat, pullar va barakalar bo'ladi. Sizga aynan mana shu pul haqidagi munosabatlarni to'g'ri o'rnatish haqidagi praktikalar, texnikalar qiziq bo'lsa, video lavhamiz ostiga qoldirilgan Telegram kanalimiz sahifamizga ulanib oling va qoldirilgan telefon raqamlariga murojaat qiling. Tez kunda 3 kunlik marafonimizga start beriladi. Ikkinchisi 27-iyul kuni Toshkent shahrida aynan o'zingizni pul bloklaringizni yechish, ya'ni konsultatsiyali savol-javob bo'ladigan seminar bo'ladida. Masalan, juda ko'p insonlar kelib, nima sababdan qarzdorligi haqida ishlaganda shuni tajriba qilganman. O'tib ketgan o'tmishdagi, ya'ni otasini qarzdorligini to'lab kelayotganligini sabablarini bilgan. Onasini qarzdorligini to'lab kelayotgan yigitlar juda ko'pchilik kelib ishlagan. Aynan jonli seminar treningda sizni mana shu avlod ajdodlaringizda to'lovi qolib ketgan mana shu vaziyatlarga tushuncha olasiz va pul bilan to'g'ri munosabat o'rnatish, shu bilan boylik, barakaga ochilishni eng ajoyib Allohning go'zal ismlari bilan duo qilish praktikalari beriladi va shuning bilan birga butun umrga sizda saqlanib qoladigan 99.9% uy, joy, mashina, $300 oyiga $300 daromad topgan o'quvchilarimiz bor. Bu o'quvchilarimiz pullar meni quvvatimni sezadimi kursimiz ishtirokchilari edi. Agar sizga pul, qarzdorlik haqida shu ma'lumotlar qiziq bo'lsa, albatta shu video lavha ostida qoldirilgan Telegram kanalimiz ссылкasiga qo'shiling. Iyul oyida ketma-ket 3 ta pul va qarzdorlikdan qutulish bo'yicha 3 xil shakldagi seminar trening, 3 kunlik marafon va kursimizga start beriladi.